Robototexnika asoslari fanining 3-ma'ruza mashg'ulot mavzusida demak biz raqamli va analik kirishlar haqida to'xtalib o'tamiz. Bu mavzu mashg'ulotida ham oldingi mavzularimizdek demak biz mavzularni demak rejalar asosida demak tushuntirishni olib boramiz. Birinchi navbatda biz bu yerda demak 6 bosqichdan iborat bo'lib ketma-ketlikda demak biz oldingi mavzularimizda demak an'anaviy davom ettiramiz. Arduino'ni demak raqamli va analik kirishda demak birinchi navbatda biz oldingi mavzuda to'xtalib o'tgandek Arduino qurilmasi haqida, dasturlash algoritmi haqida, demak analikligi va raqamli chiqishlar haqida to'xtalib o'tgan edik. Bugungi mavzumizda esa analik va raqamli kirishlar haqida to'xtalib o'tamiz. Bundan oldin birinchi navbatda biz demak o'zimizda oldimizda quyidagi savolni qo'yishimiz kerak bo'ladi. Potentsiometrni A0 pinda ulaysiz, ya'ni bu amalni bajarish uchun Arduino'da qanday signal o'qiydi va qiymat diapazoni qanday bo'ladi? Mana bu masalada biz demak 2 daqiqalik demak muhokamani yerga qo'yib olishimiz kerak bo'ladi. Va bunda biz natijaga mana shu yerda kod keltirilgan, dasturlash kodi keltirilgan mana shu dasturlash algoritmi orqali demak bu funksiyani bajarishimiz kerak bo'ladi. Va keyingi slaydimizda demak Arduino kirish qurilmalarini ikkita tipga, ya'ni ikkita turga ajratib oldik. Bularning birinchisi raqamli kirish, ya'ni digital input, ikkinchisi analik kirish, ya'ni analik input hisoblanadi. Bunda demak keltirilgan bu yerda misol tariqasida qurilmalar keltirilgan, demak raqamli kirishda tugma, kalit keltirilgan bo'lsa, demak analik kirishda esa LED va potentsiometrlar misol tariqasida keltirilgan. Bundan tashqari dasturlash tuzilmasi setup va loop funksiyalari orqali amalga oshiriladi. Bu funksiyalarni ham ishlatilishi va funksiyalari va dasturlash kodlari demak namunada keltirilgan. Bulardan birinchisi demak mikrokontrollar ishga tushganda bir martalik ish bajaradi. Demak bu setup funksiyasi hisoblanadi. Agar dastur davomida doim takrorlanib ishlaydigan, ya'ni shunaqa bajaradigan funksiya, ya'ni misol uchun LED chiroqlarni keltiradigan bo'lsak, takroriy yurishini davomiy yonadigan holat keltiradigan bo'lsak, biz bunda demak loop asosiysi bu takroriy holatni demak ishlatishimiz kerak bo'ladi. Keyingi masala demak mana bu mavzu matnimizda qisqa to'xtalib o'tamiz. Sababi oldingi mavzu mashg'ulotimizda, ya'ni oldingi darsimizda demak biz Arduino haqida o'rganib oldik. Dasturlash algoritmi, matnli algoritmligi haqida o'rganib oldik. Demak analik chiqishlar, raqamli chiqishlar haqida o'rganib oldik. Robot degan so'zni ham demak qaysi ma'noda tushunchalarga ega bo'ldik. Va biz hozir demak raqamli kirish, ya'ni digital inputni o'rganamiz. Bunda ham xuddi raqamli chiqish kabi kirishda ham o'zining asosiy funksiyalari mavjud, afzalliklari mavjud va qayerda ishlatilishi haqida demak slaydimizda demak ma'lumotlar keltirilgan. Bundan tashqari demak raqamli kirishda misol tariqasida keltirdik. Chunki ham har doim nazariy tushunchaga tushunib olish aniq oson emas. Shuning uchun tushunish oson bo'lishi uchun demak biz misol tariqasida demak kodlarni keltirdik. Mana bu yerda setup, ya'ni input tugmasi bosilganda demak tugma holati digital holatga o'tib ketadi va bundan keyin loop funksiyasi orqali demak biz takroriy bajarishni amalga oshiramiz. If, ya'ni agar degan tushuncha orqali demak biz to'g'ri bo'lsa yonishi, agar noto'g'ri bo'lsa demak LED chiroqlarning o'chishini ta'minlashni demak mana shu yerda kodlarda keltirilgan. Bundan tashqari biz analik kirishni o'rganib chiqamiz. Analik kirishda demak nimalar bor? Ya'ni uni sensor misolida aytadigan bo'lsak, yorug'lik borligi yoki yo'qligi, harorat pastligi yoki yuqoriligi yoki yorug'likni qiymatlarga ajratadi. Ya'ni zaif yorug'lik, o'rtacha yorug'lik, kuchli yorug'lik, to'liq yorug'lik demak holatlarga ajratadi. Va bu yerdan ko'rib turibmiz, analog rate qiymatlarida demak 0 bo'lsa yorug'lik umuman yo'q bo'ladi, ya'ni past holatda bo'ladi.
agar 255 holatda bo'lsa, demak bu zaif yorug'lik hisoblanadi. Agar darajasi 511 ga yetadigan bo'lsa, bu o'rtacha yorug'lik hisoblanadi. Agar 767 ga yetadigan bo'lsa, bu kuchli yorug'lik bo'ladi. Agar 1023 darajada, ya'ni o'sha 1023 ga teng bo'lsa agar, demak to'liq yorug'likka erishiladi. Bunga ham misol tariqasida demak analog kirish bo'yicha led yordami yorqinligi algoritmi ishlab chiqilgan va bu algoritm ham xuddi hozir aytganimizdek, demak qorong'u yoki yorqin yoki qiymatiga qarab turib yorug'lik darajalarini aniqlab berilgan. Demak, biz bu ma'ruza mashg'ulotimizda ham analog va demak raqamli kirishlar uchun to'xtalib o'tdik va buni ham biz xuddiki raqamli chiqish va analog chiqishlar kabi taqqoslama ishlab chiqdik. Bunda ham mezonlar bor. Mana bu yerda ko'rsatilgan pinlar orqali mezonlar ishlab chiqilgan, signal qiymati orqali, o'qish funksiyasi orqali, holati orqali. Bu yerda bilamizki, mana bir ma'lumot tarqasini aytib takrorlab o'taman. Oldingi mavzu mashg'ulotimizda analog chiqish va demak raqamli chiqishlarda ikkitadan 255 tagacha holatlar aniqlangan edi. Lekin kirishlarda esa bu holat ikkitadan 1024 ta holatgacha demak ko'payish holati demak kuzatiladi. Bundan tashqari biz mavzumizning oxirida demak aqlli uy loyihasi orqali biz analog va raqamli kirishlarni ishlatish holatlarini mana ko'rishimiz mumkin. Mana raqamli holatlarda demak harakat sensorlari, harakat tezligi. Bu yerda birinchi holatda, ikkinchi holatda eshik kaliti, ya'ni eshik ochilsa, demak jiringlash ovozi eshitilishi. Bundan keyingisi demak analogli kirishlar. Ya'ni motor tezligini qo'lda boshqarish. Bundan tashqari yorug'lik sensori, agar qorong'ulashib bo'lsa, yorug'likni demak yoqinligi oshishi inobatga olingan va harorat sensorini oladigan bo'lsak, agar 30 gradusdan issiq bo'lib ketadigan bo'lsa, demak ventilyatorlarni demak yo'qolishi demak nazarda tutilgan va oxirida demak aloqa moduli ham ishlatilgan, ya'ni bu Wi-Fi moduli. Oldingi mavzu matnimizda demak aloqa modullari haqida to'xtalib o'tgandik. Ularni yana bir bor eslatish maqsadida Wi-Fi moduli, internet moduli, CD kart modullari va hokazo Bluetooth modullari ham demak keltirilgan edi. Bu yerda esa aqlli uy loyihasida demak Wi-Fi moduli ishlatilgan. Biz bu mavzu matnidan ham kelib chiqib, demak quyidagi 7 ta savol, 8 ta savolni demak ishlab chiqdik. Bu savollarda demak biz mana shu yerda mavzu matnlari, taqdimotlar, demak videoroliklar orqali biz sizlarga, siz talabalarga yetkazgan bilimlarimizni mustahkamlash maqsadida demak nazorat savollari demak tuzilgan. Bu nazorat savollarida demak bizning mavzu mashg'ulot matnlarimizdan demak javob topishingiz mumkin bo'ladi va shu ma'ruza mashg'ulotidan foydalanib pastda tuzilgan testlarni bajarib chiqishingiz tavsiya etiladi. Bugungi mavzuyimizdan xulosa qilib aytadigan bo'lsak, biz nimalarga to'xtalib o'tdik, qaysi yangi tushunchalarni o'rgandik va bu natijasida biz testlarni qanday darajada bajardik degan savollarga javob olishimiz mumkin bo'ladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, raqamli kirish, unda ishlatiladigan demak tugmalar va kalitlar, analog kirish, unda ishlatiladigan qiymatlar, sensorlar, setup, ya'ni bir martalik demak sozlash, loop esa doimiy takrorlanadigan asosiy sikl hisoblanishi, real holatda digital va analog birgalikda ishlaydigan aqlli uy misolida demak biz mana shu mavzu mashg'ulotimizda demak ko'rib chiqdik.